Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. IDC geometrik hisobimizdan 26 paragrafga yetib keldik. Ikkinchi testni yechimlarini boshlaymiz. Birinchi testni tugatdik o'tgan safar. Demak, bugun ikkinchi testni ko'rib chiqamiz. Xo'p. Birinchi misoldan boshlaymiz. Demak, birinchi misolda nima deyilyapti? Koordinatalari 5 va 3. 5 va 3 bo'lgan koordinatalari A nuqta berilyapti. Endi savolda aytyapti, mana shu A nuqtani soat strelkasi yo'nalishi bo'yicha 90 gradusga burganda qaysi nuqtaga o'tadi debdi. Endi soat strelkasi bo'yicha burish qanday bo'ladi? Qarang, mana markazga nisbatan burasiz. Ya'ni mana bitta kesma o'tkazib olaman. Mana shu kesmani mana shunday soat strelkasi bo'yicha 90 gradusga burishim kerak. 180 ga desa bu yoqqacha burasiz, masalan 30 gradus desa sal kamroq burasiz. Shunaqa. Tushunarlimi? Demak, buni 90 gradusga buradigan bo'lsa, mana uzunlik o'zgarmaydi deydi bu yerda. Mana shu uzunlik mana shunday aylana bo'ylab keladi. 90 gradusga burdik, mana bundayroqqa o'tadi, to'g'rimi? A shtrix deb qo'yaman. 90 gradusga burdik, mana bu joy 90 gradus mana. Endi mana shu nuqtani koordinatalari necha bilan necha deb savol beryapti. Tushundingizmi? Shu hosil bo'lgan nuqtani koordinatalarini topib berishimiz kerak. Qanaqa qilib topamiz? Xo'p, e'tibor beradigan bo'lsak, mana uch burchak bilan mana uch burchak o'xshash bo'lib qoladi. Qanday bo'lyapti o'xshashligi? Mana bu burchakda alfa desam, bu yog'i 90 minus alfa bo'ladi, to'g'rimi? Chunki jami 90 chiqish kerak-ku. Bu yerda alfa desangiz, bu yer 90 minus alfa. Endi mana to'g'ri burchakli uch burchakda bu alfa bo'lsa, bu yana 90 minus alfa. Endi bu to'g'ri burchakli uch burchakda bu yer 90 minus alfa bo'lsa, mana yana alfa. To'g'ri burchakli uch burchakda ikkita o'tkir burchaklari yig'indisi doim 90 chiqaveradi. Demak, mana uch burchak bilan, mana tepadagi uch burchak bilan bu yoqdagi uch burchak nima bo'lar ekan? Bir-biriga o'xshash bo'lib qolar ekan. Tushundinglar-a? Endi bizda nima bor? Mana uni uzunligini topishimga to'g'ri kelar ekanda yana. Mana shuni uzunligini topib olishimga to'g'ri kelar ekan. Xo'p. Endi mana alfaga nisbatan tangens alfani yozadigan bo'lsam, tangens alfa nima chiqadi mana shu yerda? Tangens alfa deganimiz, yoki o'xshashlik qilib kelsangiz ham bo'ladi. O'xshashlik yozsal chaladi ekan. Qarshi katetni yopishgan katetga nisbati. Qarshi katetning uzunligi 3, mana yopishgan katet 5. 3 taqsim 5. To'g'rimi? 3 taqsim 5 ekan. Endi mana yerda mana alfaga nisbatan tangens alfani yozadigan bo'lsak, mana to'g'ri burchakli uch burchakda. Qarshi katet mana bu joy bo'ladi-da endi. Qarshi kateti shuni x bo'ladi. To'g'rimi? Yopishgan kateti mana y. Mana shu qarshi katetni yopishgan katetga nisbati yana nima chiqish kerak mana bu joyda? 3 va 5 chiqish kerak-da. Mana bu joy qandaydir 3x desam, buni qandaydir 5x desam bo'laveradi. Mana. Tushundinglar-a? Tangens alfadan foydalandik. Buni bunga nisbatini oldimda, bu yoqda buni bunga nisbatiga teng. Endi mana bu kesmani uzunligi o'zgarmaydi bu yerda. Mana bu markazdan A nuqtagacha bo'lgan masofa qancha bo'lsa, A shtrixgacha bo'lgan masofa ham o'shuncha bo'ladi. Mana masofani topadigan bo'lsak, nima bo'ladi mana D deb tursam, D ning kvadrati teng bu tomonni kvadrati bilan bu yoqning kvadrati. 3 bilan 5 ni Pifagor qilishim kerak demak, to'g'rimi? 3 ning kvadrati plus 4 ning kvadrati bo'lib qolyapti. Ana. Endi to'xtanglar, 3 bilan 5 edi. 3 bilan 5. Xo'p, endi mana bu tomondan Pifagor qiladigan bo'lsak, mana bu masofa yana asl D ni, mana D nima bo'lsa, mana D nima bo'lsa, bu ham asl D. D kvadrat barobar ildiz ostida bu yog'i 5x, bu yog'i 3x. 3x bilan 5x Pifagor bo'ladi. 3x kvadrati plus 5x ni kvadrati. Ana. X kvadratni ikkalasidan ham chiqarib olsak, bitta x chiqib qoladi-da. 3 ning kvadrati plus 5 ning kvadrati. Ana. Mana nimaga teng edi? D ga teng edi. D kvadrat teng edi. Demak, bunday bo'lib qolyapti. D kvadrat teng x ko'paygan, yana D kvadrat o'ylayaptimi? Bular qisqarib ketsa, x teng 1 ekan. Bo'ldi, 90 gradusga burganingizda x teng 1 bo'ldimi? Endi mana bu joydagi masofa 5 ni o'zi bo'lib qoladi. 1 qo'yib olsangiz, mana bu joydagi masofa 3 ni o'ziga teng bo'lib qoladi. Endi bu nuqtaning koordinatalari nima bo'ladi? A'. X koordinatasi 3,
y koordinatasi 5 birlik pastga tushadigan bo'lsak -5. Ana. Bo'ldi. Adashmasam buni formula qilib yodlab olsam bo'ladimi? Ishlanish yo'li shu emas. Endi ikkinchi misolga o'tamiz. Ikkinchi misolda y o'qida shunday nuqtani topingki, bu nuqtadan -5 va 4 nuqtagacha bo'lgan masofa 13 ga teng bo'lsin deyapti. Y o'qida mana y o'qini ustida yotgan shunaqangi bitta nuqtani topishimiz kerak ekanki, shu nuqtadan mana bu nuqtagacha bo'lgan masofa 13 ga teng bo'lsin. Unaqa nuqta ikkita bo'ladi, ikkita chiqadi mana. 13 ga teng. Bu tomondan deylik bitta 13 bo'lishi mumkin. U tomonga olib borsangiz ham bitta 13 bo'lishi mumkin. Ana shuni qanaqa qilib topamiz? Y o'qida mana aytaylik mana bu nuqta bo'lsin, ha. Mana shu nuqta. Bu nuqtaning koordinatalari nima bo'ladi? Y o'qida yotgan nuqtani x koordinatasi 0 bo'ladi. Tushundinglarmi? Chunki mana x o'qi bo'yicha hech qayerga jilmayapti-da, 0 ni ro'parasida turibdi. Shuning uchun 0. Endi y qanaqadir bitta son bo'ladi. Y nechidir bo'ladi. Y bilamiz. Asli y ni topishimiz kerak. Bizga nima ma'lumot berilgan? Mana nuqtaning koordinatasi bor. Mana A nuqta deb tursak, -5 va 4ligi bor bu nuqta. Bu nuqtadan maygacha bo'lgan masofa 13 ga tengligi ham bor. Ana. Bu ikkala nuqta orasidagi masofani 13 ga tenglayveramiz endi. Ikkala nuqta orasidagi masofa qanday topiladi? Ildiz ostida mos koordinatalari ayirmas. -5 dan 0 ni ayirsak, -5 ni o'zi kvadrati plus 4 dan y ni ayirsak yoki y dan 4 ni ayirsak ham bo'laveradi. Y - 4 ni kvadrati. Mana shu ikki nuqta orasidagi masofa 13 bo'lishi kerak ekan. Shu yerdan y ni topsak bo'ldi. Tushundinglarmi? Keyin ana pastda ham bitta bo'lishi mumkin dedim. Mana shu tenglamani o'zidan ikkala javob ham chiqaveradi avtomatik. Tushunarlimi? Ikkita y chiqadi shu yerdan. Demak, 25 plus kvadratga oshirib olsak, y kvadrat minus 8y. To'xtanglar, kvadratga oshirmaylik-da shuni. Kvadratga oshirmasak osonroq chiqar. Y - 4 kvadrati bo'lib turaversin, teng. Bu yoqda kvadratga oshirsam 169, to'g'rimi? Ildizni yo'qotishni ikki tomon kvadrat berdik. Endi mayda y - 4 ni kvadrati teng. Bu yoqqa o'tib ayrilsa 144. Mana. Demak, y - 4 nima teng ekan? 12 ga teng ekan yoki y - 4 -12 ga teng ekan. Ana. Ildiz olayotganingizda albatta plus minusni qilib olasiz, to'g'rimi? Mana y - 4 12 bo'lsa kvadrati 144 chiqadi. -12 bo'lsa ham kvadrati 144 chiqadi. Mana y ni topsak 16, mana y ni topsak mana ayriladigan bo'lsa -8. Mana ikkita nuqta bor ekan. Demak, birinchi nuqtamiz. Endi bu ikkala nuqtani ham x koordinatasi nima? 0. Y ustida yotibdi. Demak, 0 u 16 degan nuqta ekan bittasi. Ikkinchisi 0 u -12 degan nuqta ekan. Mana shu ikkala javob bo'lyapti. Ikkinchi misolga shunaqasi bormi? 0 u to'xtanglar. Adashmadingmi hozir? 0 16. Hozir to'xtanglarchi, adashdimmi? Qayerdadir bunaqa javob yo'q-ku. Yo'q, to'g'ri ishlagan ekanmiz hozir. Xo'p, mana yerda adashib ketibman. 0 u 16 ni yozdim. 0 bilan 16. Endi men 0 bilan -12 yozib olibman-da. Mana nimaga yozdim? -8 ku, to'g'rimi? Senga yozganimda qoldi. -8. Ana. 0 u 16, 0 u -8 degan javob bor endi. A qaniydi? Bor. Bo'ldi, A javob ekan. Tushundinglarmi? Y'larni topdik-da, x'lar 0 deb 10 ga qo'yib qo'ydik. Uchinchi misolga o'tamiz endi. ABC muntazam uchburchakning A va B uchlarini koordinatalarini beryapti. Muntazam uchburchak ekan, uchala tomoni ham teng. Shu uchburchakda yuzasini topib bering deyapti. Muntazam uchburchakning tomoni A ga teng bo'ladigan bo'lsa, yuzasi nimaga teng edi? Ildiz ostida 3a kvadrat taqsim 4 edi. Bo'ldi, A ni topsak bo'ldi. A nimaga teng? Ikkala nuqta orasidagi masofaga teng. A barobar ildiz ostida 2 dan -2 ni ayirsak 4 bo'ladi kvadrati plus -1 dan 7 ni ayiradigan bo'lsak
minus 8 bo'ladi. 10 kvadrati 64. Demak, ildiz ostida 16 plus 64 barobar ildiz ostida nima bo'lyapti? Qo'shib oladigan bo'lsak 80 bo'ldi. A ni kvadratini toping. A ni kvadrati 80 ni o'zi bo'ladimi? Endi 3 burchagi yuzasi mana bunga qo'yib qo'ysak bo'ldi. Ildiz ostida 3 ko'paytirilgan a kvadrat o'rniga 80 pastda 2 pastda 4. Bular qisqarsa 20 ildiz ostida 3 degan narsa chiqadi. Ana. Bo'ldi. 3-misolda ham tugatdik. 20 ildiz ostida 3 degan. 4-misolga keldik. Xo'p, A va B nuqtalar berilyapti. A nuqta bu, B nuqta bu. Bitta koordinatasi noma'lum ekan. Xo'p, A va B nuqtalar orasidagi masofa 13 ga teng bo'lsa, x ning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlari ko'paytmasini toping deb. Xullas x topishimiz kerak ekan. Ikkala nuqta orasidagi masofani topib olaman. D teng ildiz ostida. Bundan buni ayiradigan bo'lsak, nima bo'ladi? X plus 4 bo'lib qoladi. To'g'ri? Bundan 4 ni ayirsangiz x minus 4 bo'ladi. Endi o'zi minus 4 mayli plus bo'lib ketadi. Plusdan 5 dan 0 ni ayirsak 5 ta o'zi nima kvadrati bo'ldi. Shu nimaga teng ekan? 13 ga teng ekan. Mana. Endi mana shu x ni qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlari ko'paytmasini toping degan. Xo'p, ikkov tomonni kvadratga oshirsak, x plus 4 kvadrati plus 25 teng. Bu qavsni ichini o'zi bu yerda 169 bo'ladi. X plus 4 kvadrati teng. Nariyoqqa ayirib olsam 144. Endi bu yerda yana x plus 4 teng bo'lishi mumkin 12 ga. 12 bo'lsa 144 chiqadi. Yoki minus 12 bo'lishi ham mumkin. Yoki yoyib olib kvadrat tenglama qilib ishlasangiz ham bo'laveradi. X birinchi yechim chiqarmaydi. U yoqqa o'tsa 8 ekan. X ikkinchi yechim. Bu yoqqa ayirsak minus 16 ekan. Demak, x ikkita qiymat qabul qila oladi ekan. 8 bilan minus 16. Shu ikkala qiymatini ko'paytmasini topib ber degan endi. Ikkalasini ko'paytmasi, demak 8 ko'paygan minus 16. Bu necha bo'ladi? Minusdan 128. Ana. 4-misolga minus 128 bo'ldi. Endi 5-misolga o'tamiz. 5-misolda mana shunaqa chizma berilyapti. A B kesma bilan C D kesma kesishar ekan. Kesish nuqtasi Y nuqtada A B kesma 1/3 nisbatda bo'lingan. Mana C D kesma bo'lsa teng bo'lingan, teng 2 ga bo'lingan. Shunday bo'ladigan bo'lsa, ana D nuqtani koordinatalarini topib berish kerak ekan. Mana uning koordinatalari nechi deb savol beryapti. Qanday qilamiz? Birinchi bo'lib mana Y nuqtani koordinatasini topishdan boshlayman. Y nuqtani koordinatalari qandaydir x y mana bu joyda bor ekan. AB deyman endi. AB bo'lib tursin. Xo'p, A nimaga teng bo'lar edi? A ni topish uchun mana bu x ni, mana ikkalasini x larini olardik. Minus 2 ni nariga kesmaga ko'paytmasi minus 6k. Mana bu 6 ni bu yoqdagi kesmaga ko'paytmasi, to'g'rimi? Buni nariginga, uni bunga olardik. Qarama qarshi olinadi, to'g'ri? 6k hozir qaysini ko'paytirdim? Buni bunga ko'paytirdim. Endi buni nariga ko'paytirsam, to'xtanglar, hozir mana ko'paytiribman. Minus 2 ni bunga ko'paytiribman, minus 6. 6 ni k ga ko'paytirsam plus 6k bo'ladi. Taqsim pastda ikkovsini uzunligi yig'indisi bo'lar edi, 4k. Bu 0 chiqar ekan o'zi. Bo'ldi. A nuqtani koordinatasi 0 ekan. Bo'ldi. Endi B sini topayotganda ham yana xuddi shu formula. B teng derdingda 1 ni bu kesmaga ko'paytiraman, 5 ni bu kesmaga ko'paytiraman-da. Keyin nechiga bo'lib qo'yaman? 4k ga bo'lib qo'yaman. Xo'p, 5 ni 3k ga ko'paytirsam 15k plus 5 ni demak 3k ga ko'paytirdim. 1 ni k ga ko'paytirsak k. Pastda nima bo'ladi? 2 jami uzunlik bo'larmidi? 4k. Ana. 16k ni 4k ga bo'lsak 4 chiqadi. B ni koordinatalari 4 ekan. Demak, mana Y nuqta nechi nuqta ekan o'zi? 0,4 nuqta ekanda. Tushundinglarmi? 0,4 nuqta bo'lgan ekan Y nuqta. Y nuqtamiz 0,4 ekan. Agar hozir bitta A bilan B qanday, qayerdan kelib chiqqanini tushunmagan bo'lsangiz, ikkinchi testni bu birinchi testni boshiga qaytib, birinchi testni boshidagi videoni ko'rsangiz, birinchi testni boshini ko'rsangiz, ashitda mana uni tushuntirib berganman. Ya'ni A bilan B 3 bo'lsa, qandaydir nisbatda bo'lingandagi nuqtani koordinatasini qanaqa qilib topishdi, o'sha yerda
maydalab tushuntirganman mana formula qanday bo'lishini. Ashitdan ko'rasiz bo'ladi agar hozir marta tushunmagan bo'lsangiz. Agar uni ko'rib kelgan bo'lsangiz, uni bemalol tushunishingiz kerak. 0,4 bo'ldi. Endi y nuqta s bilan d ni o'rtasini, s bilan d ni o'rtasini topish uchun nima qilardim? Demak, x bilan 5 ni qo'shib 2 ga bo'lganim 0 chiqish kerak. Y bilan 4 ni qo'shib 2 ga bo'lganim 4 chiqish kerak. To'g'rimi? O'rtasini topib desa qo'shib 2 ga bo'larmidik? Bo'ldi. X ga 5 qo'shaman. X plus 5 2 ga bo'lganim nima bo'lish kerak? 0 bo'lish kerak. Mana. Keyingisi y ga 4 ni qo'shaman. Y ga 4 ni qo'shdim. 2 ga bo'lganim 4 chiqish kerak. Mana. Kesmani o'rtasini topish formulasidan foydalandik. X barobar -5 mana bu joyda. Y plus 4 teng 8 bo'lsa, y o'zi 4 ekan. Bo'ldi. Demak, D nuqtani koordinatalari -5 u 4 bo'lgan ekan. Bo'ldi. Xo'p, bu ham ketdi. Ha, x plus y ni so'ragan ekan bizdan. X plus y nima bo'ladi endi? Ikkalasini yig'ilsa -1 bo'ladi-da. S ekan. 6-misolga o'tamiz. A nuqta berilyapti -5 u 1, B nuqta 0 u x, S nuqta -1 u 2. Agar AB masofa A dan Bgacha bo'lgan masofa 13 bo'lsa, B ni topishimiz kerak ekan. X 0 dan katta degan shartni ham beryapti. Mana. Bo'ldi, mana 13 dan foydalanaylik demak, AB ni qanaqa qilib topardim? Mos koordinatalarni ayirdik. Ildiz ostida -5 dan 0 ni ayirsam, endi -5 kvadrati 25 bo'ladi. Plus x dan 1 ni ayirsak, x -1 ni kvadrati teng. Masofani topayotganda qaysinisidan qaysisini ayirishingiz farqi yo'q. Chunki kvadrati borligi uchun to'g'ri ketaveradi. Shu teng 13 ekan mana. Mana shu yerdan x topamizda, x ni mayriga qo'yib, keyin b ni topib qo'ysam bo'ladi. Mana x nima chiqadi endi? 25 plus x minus 1 ni kvadrati teng 169. Bu yerdan x minus 1 ni kvadrati teng. Nariyoqqa o'tib ayrilsa endi 144. Demak, x minus 1 teng 12 desam, x teng 13 bo'ladimi? Minus 12 ga tenglaganimni olmayman. Unda manfiy javob chiqadi. Mana shartni berib qo'ygan. 0 dan kattasini ol degan. Demak, mana shu 13 ni olib ketaveramiz. Demak, B nuqtani koordinatalari nima ekan? 0 u 13 ekanda. S nuqtani koordinatalari bo'lsa -1 u 2. Endi B ni topib qo'yishimiz kerak. B ni so'ragan. Ildiz ostida 0 dan -1 dan ayiradigan bo'lsa, -1 kvadrati yana 1 plus 13 dan 2 ni ayirsak 11 kvadrati 121. Demak, ildiz ostida 122 degan natija bo'lar. BS masofa ildiz ostida 122 ekan. 6 ga A javob. 7-misol. Xo'p, uchlari A, B, S nuqtalarida bo'lgan uchburchak turini aniqlang debdi. A, B, S uchburchakni uchlarining koordinatalarini beryapti. Mana shu A uchun koordinatalari, B uchun, S uchun koordinatalari, uchburchakni turini aniqlab olishimiz kerak ekan. Xo'p, turini qanaqa qilib aniqlashni hozir tushuntiraman. Birinchi bo'lma uchburchakning tomonlari uzunliklarini topib olaylik. Keyin tomonlar uzunligiga qarab turib turini aytib bersa bo'ladi. To'g'rimi? Masalan, uchala tomon teng chiqib qolsa, teng tomonli deyishimiz mumkin yoki ikkita tomon teng chiqib qolsa, teng yonli. Endi o'tkir, o'tmas, to'g'ri burchak ularni ham hozir ko'ramiz. Birinchi bo'lib tomonlari uzunliklarini topib oladigan bo'lsa. Xo'p, AB tomon uzunligi nimaga teng bo'ladi? AB tomon uzunligi teng bo'ladi. Demak, ildiz ostida ikki nuqta orasidagi masofani topish formulasini bilamiz, hammamiz. Demak, bundan buni ayiradigan bo'lsam, 7 kvadrati 49 bo'ladi. Plus y'larini ayirmasi 1 kvadrati yana 1 bo'ladi. Demak, bu ildiz ostida 50 bo'ldi. Xo'p, endi AC tomon uzunligini topadigan bo'lsak, mana AC nima bo'ladi? -3 dan -1 dan ayiradigan bo'lsam, minusdan 2 bo'ladi. Kvadrati 4 plus 1 dan -13 dan ayiradigan bo'lsak, 14 bo'ladi. Kvadrati 196. Mana. Demak, AC tomon uzunligi ildiz ostida 200 bo'lar ekan. Bu ham bo'ldi. Qaysi tomon qoldi? BC tomon uzunligi qoldi. Teng. Xo'p. Mana shu tomon qolyapti-ku. 4 dan -1 dan ayirsak 5, kvadrati 25 bo'ladi. Plus 2 dan buni ayiradigan bo'lsam, 15 kvadrati 225.
Demak, natija 250 ga teng bo'lar ekan. Ana endi uchburchakning turini qanaqa qilib aniqlaymiz? Xo'p, mana. Demak, uchburchak tomonlari mana bu joyga yozaman. A, demak, bu yerga ma'lumot yozyapman. A, B, S bo'ladigan bo'lsa, A, B, S bo'lsa, agar qarang, bu yerda S eng katta tomoni bo'lsin deb olasiz. Ya'ni S ni o'rniga sizga berilgan uchburchakda S ni o'rniga doim eng katta tomonni tanlab qo'yasiz formulaga. Demak, agar A kvadrat bilan B kvadrat S kvadratga teng chiqib qolsa, sizga berilgan uchburchak to'g'ri burchakli bo'ladi. To'g'ri burchakli. Buni o'zi bilamiz, to'g'rimi? Pifagordan. To'g'ri burchakli. Endi agar A kvadrat plus B kvadrat katta bo'lib ketib qolsa, S kvadratdan u o'tkir burchakli. Tushundingmi? O'tkir burchakli bo'ladi. Xo'p, endi agar aksi bo'ladigan bo'lsa, A kvadrat plus B kvadrat kichkina S kvadratdan chiqsa, u o'tmas burchakli uchburchak bo'ladi. Mana. S ni o'rniga eng katta tomonni olishingiz kerak. Mana shu ma'lumot mana. Endi mana qaraydigan bo'lsak, mana. Demak, bu A, bu B, bu S bo'lsin, hamma S ni eng kattasini tanlab oldim. Qaraydigan bo'lsam, A kvadrat bilan B kvadratni yig'indisi S ni kvadratiga teng chiqar ekan. Mana buni kvadrati 50, buni kvadrati 200. To'g'rimi? Izlar qisqarsin. Qo'shsak 250 buni kvadratiga teng bo'lyapti. Demak, bizga berilgan mana bu uchburchak to'g'ri burchakli uchburchak ekan. S deyotganimiz gipotenuzasi ekan mana. BS tomon qani? Mana shu gipotenuzasi ekan. Demak, mana bu joydagi burchak to'g'ri burchak ekan o'zi aslida. Tushundinglar-a? Bu to'g'ri burchakli uchburchak ekan. Xo'p, 7 ga S javob bo'ldi. 8-misolga o'tamiz endi. 8da nima deyapti? A nuqtani B nuqtaga nisbatan simmetrigini toping debdi. Xo'p, endi ikkita nuqta qanday simmetrik, nuqtaga nisbatan simmetrigi qanday bo'ladi? Mana A ni B ga nisbatan simmetrigi, mana shunday tutashtiraman. Qancha masofa bo'lsa, mana shu to'g'ri chiziq bo'ylab yana o'shuncha masofa u tomonga davom etaman. Mana. To'g'rimi? Mana yerdagi masofa bilan mana yerdagi masofa teng va maytda hosil bo'lgan nuqta mana shu nuqtani B ga nisbatan simmetrigi bo'lib qoladi. Tushundingizmi? Demak, to'g'ri chiziq bilan olib borasiz ekanda, qancha masofa bo'lsa, shu to'g'ri chiziq bo'ylab o'shuncha masofa yurib to'xtasangiz, shu hosil bo'lgan nuqta berilgan nuqtani mana unga nisbatan simmetrigi bo'ladi. Endi mana shu simmetrigini koordinatalarini topishimiz kerak ekan. Mana x pastiga yozaylik shuni. A shtrix dedik, x y bo'ldi. Endi qanday topamiz x y koordinatalarini? E'tibor bering, mana B nuqta A bilan A shtrix nuqtani nimasi bo'lib turibdi? O'rtasi bo'lyapti. Mana A yu A shtrix nuqtani o'rtasini koordinatalarini topib berilsa qanaqa qilib topardik endi? Ana shunga qo'yib qo'yamiz demak. Ikkalasini mos koordinatalarini qo'shib 2 ga bo'lsam, buni koordinatasi chiqishi kerak. Demak, x ga 2 ni qo'shib 2 ga bo'lganim nima chiqishi kerak? 1 ga teng chiqishi kerak. Y ga 3 ni qo'shaman, minus 3 ni qo'shsam minus 3 bo'ladi. 2 ga bo'lganim mana 2 ga teng chiqishi kerak. Mana. Kesmani o'rtasini koordinatalarini topish formulasidan foydalandik. Faqat endi bu yerda x y noma'lum, shuni topib olsak bo'ldi. X plus 2 barobar 2 bu yoqqa ko'paysa x teng 0 ekan. Y minus 3 barobar 4, y teng 4 ekan. Ana. Demak, 0 u 4 nuqta ekan A shtrix. Bo'ldi. A nuqtani ana B nuqtaga nisbatan simmetrigi 0 u 4 nuqta bo'lar ekan. Xo'p, bu ham ketdi. Endi 8-ga to'xtanglarchi. A nuqta 2 minus 3. A nuqtaning B nuqtaga nisbatan simmetrigini toping debdi. 0 u 4 degan javob yo'q. Qaydadir adashdingmi? Xo'p. 1 u 2. Demak, x ga 2 ni qo'shib bunga bo'lganim 1. Y ga minus 3 ni qo'shib 2 ga bo'lganim 2 ga tenglasam, bu yoqqa ko'paysa 4. Ha, mana 4. 4 emas, shu 7 yu. 7, mana ham 7 bo'ladi endi. Nimaga 4 yozdim? 7, kechirasizlar. 0 u 7 D javob bo'lar ekan. Hop, 8-misolga D bo'ldi. 9-misolga o'tamiz. Uchlari mana shu nuqtalarda bo'lgan uchburchak yuzini toping deyapti ekan. Hop.
qanaqa qilib topamiz endi uchburchakning yuzini? Va tomonlar uzunliklarini topib berish nimadir bo'lib qolarmikin. Tomonlar uzunliklarini topaman. Keyin u yog'iga biror bir yo'lini qilamiz. Masalan, beronga qo'yamizmi yoki qaysidir yana burchagini topib olishga harakat qilamanmi? Odatda vektor o'tkazib olib, vektorlar orasidagi burchakni topib ketsa ham bo'ladi. Yoki determinant orqali ishlasa ham bo'ladi. Faqat determinantni bilmaysizlar sizlar. Determinant orqali osongina bitta yo'li bor edi. Mana uzunliklarni topib chiqaylik demak. Mana AB tomon uzunligini topaman. AB tomon uzunligini topish uchun ikki nuqta orasidagi masofa formulasiga qo'yib ketyapmiz. Buni bilasiz. Demak, 1 dan 1 ayrsam 0, 2 dan -3 ayrsam 5 bo'ladi. Kvadrati 25. Xullas AB tomon 5 chiqar ekanda. Mana yer 5 bo'lib qolar ekan. Ya'ni endi bu yerda mana koordinatalar ayrilib ketyapti-da. 2 dan -3 gacha bo'lganda 5 birlik masofa bor yoki formulaga qo'ysam xullas 5 chiqadi. Endi AC tomon uzunligini ham topaylik. AC tomon nimaga teng? Ildiz ostida. Buni ham yana shu ikki nuqta orasidagi masofani topish formulasiga qo'yapmiz. 1 dan 5 ayrsam -4 kvadrati 16 plus 2 dan -3 ayrsam 5 kvadrati 25. Ildiz ostida 41 bo'lar ekan. Mana bu yerdagi masofa ildiz ostida 41. Endi bu tomon BC tomonni ham topaylik. BC tomon teng bo'ladi ildiz ostida 1 dan 5 ta ayirsam -4 kvadrati 16 plus -3 dan -3 ayirsak 0. Mana bu 4 chiqar ekan. Mana tomon uzunligi 4 ekan. Ana endi uchburchakning yuzini qanaqa qilib topamiz? Bu yerda e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu qanaqa uchburchak bo'lib qoldi? To'g'ri burchakli uchburchak bo'lib qoldi, to'g'rimi? Nima uchun mana? Bu ikkalasining kvadratlari yig'indisi mana uni kvadratiga teng bo'lyapti-da, to'g'rimi? Buni kvadrati 25, buni kvadrati 16. Qo'shsangiz 41 mana buni kvadratiga teng. Bu to'g'ri burchakli uchburchak ekan mana. Mana bu joy demak 90 gradus bo'ladi. 90 gradus. Ana. Endi to'g'ri burchakli uchburchakning yuzasi nimaga teng edi? 1/2 ha ko'paygan A bilan B katetlar. 1/2 ko'paygan, bitta kateti 5, ikkinchi katet 4. Bular qisqarsa 2, demak 10 chiqardi. Xo'sh, bo'ldi. 9-misolni ham yakunladik. B variant. 10-misol. Xo'p, ABCda parallelogram berilyapti. Demak, parallelogramdan bitta diagonal o'tkazilgan. Mana bu B nuqta bilan BC tomoni o'rtasi tutashtirilgan. Ikkalasi kesishdan hosil bo'lgan nuqtani, ya'ni P nuqtani koordinatalarini topib bering deb savol berilyapti ekan. Xo'p, nima ish qilamiz endi bu yerda? P nuqtani koordinatasini topishim uchun birinchi bo'lib C nuqtani koordinatasini topib olaman. C ni avval topib olsam, keyin mana uni topishim osonroq bo'ladi. C kerak bo'ladi buni topish uchun. Birinchi C ni topaylik. C ni qanaqa qilib topardik? Vektor orqali topsa osonroq bo'ladi bu yerda mana. AB vektorni tuzib olaman. AB vektor. Bu yoqdan BC vektorni tuzaman. Xo'p, endi AB vektori bilan BC vektor teng. Ikkita vektor qachon teng bo'ladi? Ikkita vektor qachon teng bo'ladi desa, ularning mos koordinatalari teng bo'lishi kerak. Ikkita vektor tenglik sharti shu. Endi mana ikkalasini nima uchun teng deyapmiz, qarang. Uzunliklari teng va bir-biriga parallel bo'lgandan keyin bu ikkala vektorlar ham teng bo'ladi. Tushundingmi? Yoki hali vektorda qoidasi borda, xohlagancha parallel ko'chirsangiz bo'laveradi. Mana uni parallel ko'chirib olib kelsam, mana bular ustma-ust tushib qoladi. Demak, bu ikkala vektorlar teng. Xo'p, AB vektorni tuzadigan bo'lsak, AB vektorni tuzish uchun nima qilardik endi? B nuqtani koordinatasidan A nuqtani koordinatasini ayirishim kerak. 6 dan -3 ta ayirsam 9. Bu yoqda 9 dan 6 ni ayiradigan bo'lsam 3. To'g'rimi? Endi mana C nuqtani koordinatalari qandaydir x, y bo'lib tursa noma'lum, shuni topishimiz kerak. Demak, u tomonda endi C bu yoqda AB vektor tuzib, BC vektor tuzamiz ekan. BC vektor. BC vektor tuzish uchun endi nima qilaman? C ni koordinatasidan B ni koordinatasi ayriladi. X dan 0 ayirsak x, y dan 12 ni ayirsam y - 12. Ana. AB vektor bilan BC vektorlar teng. Ikkala vektorni shuni tenglab oladigan bo'lsam, demak mana mos koordinatalar teng bo'lishi kerak. X teng 9 ekan. Y - 12 ni 3 ga tenglasam, y teng nima chiqadi bu yerdan? Bu yoqqa o'tsa 15 chiqadi. Ana. Demak, mana bu nuqtaning koordinatalari 9 u 15 ekan o'zi aslida. 9 u
15. Ana endi u bizga nima uchun kerak bo'ladi? Bo'ldi. Mana bu e'tibor bermay turasizlar. Endi bu mana S nuqtani topish uchun. P nuqtani koordinatasini topish uchun endi P nuqtani koordinatasini x, y deb turaman. Mana bitta diagonal o'tkazib oladigan bo'lsam, bu parallelogram deyilgan. Parallelogramda diagonallari bitta nuqtada kesishadi va diagonallar kesishish nuqtasidan teng 2 ga bo'linadi. To'g'rimi? Mana kesma bilan mana kesma teng. Bu bilan bu teng. Ana endi mana to'xtanglar, B nuqtasidan ikkicha. Mana D nuqta ekan. Alloh. Bu D nuqta ekan. Matda hech qanaqa ta'sir ko'rsatmaydi. Mana DS vektor bo'lib qoladi. Mana D ni B yozib ketib qolibman. Harf o'zgaradi, hech qanaqa ahamiyatga ega emas. Mayli, shu yo'l bilan topilaveradi baribir. Mana 9-15 chiqadi, unga ta'sir qilmaydi. Endi mana BDS uchburchakda P qanaqa nuqta bo'lyapti? Sizga savol. PDS uchburchakda, BDS uchburchakda P mana shu uchburchakda medianalari kesishgan nuqta bo'lyapti, to'g'rimi? Mana bu yoqdan mediana kelyapti uning o'rtasida, bu yoqdan ham mediana kelyapti yoki og'irlik markazi bo'lyapti desa ham bo'ladi. Xo'p. Endi uchburchakda 3 ta uchini koordinatalari berilsa, mana A x1 y1 b x2 y2 s x3 y3 deb uchala nuqtasini koordinatasini bersa, qayerdadir formula yozib berdim. Ular og'irlik markazini koordinatalarini topish yoki medianalar kesishgan nuqtani koordinatasini topish uchun mana x bilan y bo'ladigan bo'lsa, x ni topish uchun x1 plus x2 plus x3 taqsim 3 degan formulaga qo'yasiz. Y ni topishingiz uchun y1 plus y2 plus y3 taqsim 3 degan formulaga qo'yar edik. To'g'rimi? O'zi ishlab chiqarsak ham bo'laveradi, cho'zilib ketadi. Agar men formulani yodlab olsam oson, to'g'rimi? Formulaning isboti ham unchalik qiyin emas. Xo'p, x barobar, demak shu formuladan foydalansak, nima bo'ladi? Demak, x larini qo'shib 3 ga bo'lishim kerak ekan. 6, 9 или 0. To'g'rimi? Mana bu joyda 6 plus 9 plus 0 taqsim 3. Mana bu P nuqtani koordinatalari chiqyapti. Demak, 15 va 5 bo'lar ekan. Endi y'larini qo'shib 3 ga bo'lishim kerak. Mana uchalasini 9 ga 15, 9 plus 15 plus 12 taqsim 3 barobar. Xo'p, necha bo'ladi endi? Bu ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, 27 ga 9 ni qo'shsam 36, 3 ga bo'lsam 12. Mana. Demak, mana bu joyga yozaman. P nuqtani koordinatalari nima ekan? 5 u 12 ekan. Mana. Og'irlik markazini koordinatasini topish formulasidan foydalanib qo'ydik. 5 u 12 B javob bo'ldi. 11-chi. Ana endi uchlari mana shu nuqtalarda bo'lgan uchburchakda yuzini toping deyapti. Mana buni ham tomonlari uzunliklarini topamiz. Xo'p, AB ni topadigan bo'lsam, ikki nuqta orasidagi masofani topish formulasiga qo'yapman. Tushunmay qolsangiz, shu formulani birinchi qanaqaligini o'rganib oling. Boshida yozib berdim, adashmasam buni ham. Demak, ildiz ostida ikki nuqta orasidagi masofani topish. Mos koordinatalarini ayirardik. 6 dan -2 ni ayirsam 8 kvadrati 64 plus 4 dan 8 ni ayirsam yoki 8 dan 4 ni ayirsam qizig'i yo'q. 4 bo'ladi, kvadrati 16. Demak, ildiz ostida 80 bo'lar ekan. AB tomon uzunligi ildiz ostida 80 ekan. Bo'ldi. Endi BC tomon. BC tomon uzunligini topish uchun mana 7 dan 6 ni ayirsak 1 kvadrati 1 plus 8 dan 4 ni ayirsam 4 kvadrati 16. Demak, natija ildiz ostida 17 bo'lar ekan. Demak, bu yer ildiz ostida 17 ekan. Xo'p, endi AC. AC tomon uzunligini topadigan bo'lsak, bu ikkalasining koordinatalariga qarayman. 7 dan -2 ni ayirsam 9 kvadrat 81 bo'ladi. 4 dan 4 ni ayirsak 0. Demak, 9 bo'lar ekan bu yoq. Mana bu yog'i 9 ga teng bo'ldi. Xo'p, endi bu yerda o'tgan safargi misolda shunga o'xshash bitta misol ko'rdik. Nechini ko'rdik? Uchlari berilgan bo'lsa, 8-misolda, yo'q. 9-misol ekan. 9-misolda to'g'ri burchakli uchburchak chiqib qoluvdi. To'g'ri burchakli bo'lib qoluvdi.
katetlar ekan deb turib topib qo'yaverdik. Endi bu yerda mana to'g'ri burchakli uchburchak bo'lmayapti. To'g'rimi? Bu vaziyatda yuzasini qanaqa qilib hisoblaymiz endi buni? Tomonlari ham yaxshi sonlar chiqmadi. Mana bitta burchakni alfa deb olaman. Mana shu burchakni sinusini topsam, masalan, ham bu ikkalasini ko'paytirib 1/2 sinus alfa degan formulasiga qo'ysak chiqadi. Mana shu burchakni sinusini topishim kerak. Uning uchun mana shu burchakni kosinusini topib olaman. Endi kosinuslar teoremasini yozaman. Bu tomonni kvadrati, demak 17 barobar buni kvadrati 9 plus buni kvadrati 80 minus 2 ko'paytirilgan ikkalasini ko'paytmasi ildiz ostida 80 ko'paygan ildiz ostida nima? To'xtanglar, mana nima ildizga olib qo'ydim. Mana nimaga ildizga oldim? 9 ni o'zi edi-ku bu. Asl tomon 9 ni o'zi chiqdi, kechirasizlar, adashib ketibman. Bu 9 ni o'zi, to'g'rimi? Endi mana bu joyga kvadratini yozadigan bo'lsak, kvadrati 81 bo'ladi. 81. Bu yoqda kvadrat 80 minus 2 ko'paygan, ikkalasini ko'paytmas. Ildizda 80 ko'paygan 9. Ko'paygan nima bo'ladi mana bu joyda? Kosinus alfa bo'ldi. Ana. Kosinuslarni yozdik. Uchala tomon uzunligini topdim. Endi mana shu joydan kosinus alfani topib olaman endi. Buni bu tomonga olib o'tsam 18 ko'paygan ildiz 80 ko'paygan kosinus alfa 9 bilan 2 18 olib ketdi. Bu yoqqa plus olib o'tdi. Teng. Bu ikkalasi 161 ayrilgan 17 minus olib o'tdi. Xo'p. 18 ildiz 80 ko'paygan kosinus alfa teng 161 dan 17 ni ayirib oladigan bo'lsak, tak 151 144 mikin? Adashmayotgan bo'lsam shunaqa bo'ldi, 144 ekan. Endi kosinus alfani topamiz bu yerda. Nima bo'ladi? 144 taqsim 18. Mana 80 deganimiz 16 kara 5. 16 dan oldiga 4 chiqsa, ildiz 5 bo'lib qolar ekan, bunday bo'lar ekan. Xo'p, endi 36 nima degani? 36 144. 144 deganimizni ko'paytiruvchiga ajratib olaylik. 36 kara 4 mi? 36 kara 4 deb olsam mana. Mana 4lar qisqarib ketadi. Bular qisqarsa mayda 2. Kosinus alfaning qiymati 2 taqsim ildiz 5 bo'lar ekan. Ana. Kosinus alfaning qiymati chiqdi. Endi sinus alfani qanaqa qilib topardim? Kosinus alfa berilsa, sinus alfa ildiz ostida 1 minus kosinus kvadrat alfa deshim kerak edi. Shu formulaga qo'yib yuborsam, xullas men 1 taqsim ildiz ostida 5 chiqadi sinus alfa. Tushundingmi? Kosinus alfa berilgan bo'lsa, sinus alfani topa olasiz. Trigonometriyani bilishingiz kerak. Trigonometriyani bilmayotgan odam qiynaladi bu yerda. Ana endi uchburchakning yuzasini qanaqa qilib topamiz? S barobar 1 taqsim 2 a ko'paygan b ko'paygan sinus alfa degan formulaga qo'yib yuboramiz. S barobar 1 taqsim 2 a ni o'rniga mana bu tomonda olaman 9 b ni o'rniga bu tomonda olaman ildiz 80 4 ildiz 5 dedik ko'paygan sinus alfa ni o'rniga mana topdik 1 taqsim ildiz 5. Bular qisqarib ketdi. 36 2 ga bo'lsak 18 degan natija chiqar ekan. Mana shu yo'l bilan topiladi. Demak, uchburchakning yuzasi. Nechinchi misol? 11-misolga 18 degan javob C javob bo'lyapti. Endi men mana 13-misolni ishlashim uchun o'chirishga to'g'ri keladi. Demak, tushunib oldingiz. Videoni orqaga qaytarsangiz bo'laveradi bemalol. Men mana bu joyda o'chirib yuboraman. Xo'p, endi 12-misolga keladigan bo'lsak, mashin bilan bir xil sonlari o'zgargan xolos. Xuddi shuni qanaqa qilib ishlagan bo'lsak, 12 ni ham xuddi shuni ishlaysiz bo'ldi. 12 ni o'zingiz eplay olasiz menimcha. 13 ni ko'raylik. Xo'p, uchlari mana shu ABC nuqtalarda bo'lgan uchburchak berilyapti. Uchlarning koordinatalari ham berilyapti. A3 dan tushirilgan medianasini uzunligini toping debdi. Demak, A3 dan bitta mediana tushiryapmiz ekan, mana. Mediana va tomonning o'rtasiga tushadi. Mana shu mediananing uzunligini topishimiz kerak ekan. Mana D deb qo'yaman. Demak, A dan topishim kerak.
birinchi bo'lib mana D nuqtani koordinatasini topib olaman. Keyin A va D nuqtalar orasidagi masofani topib qo'ysam bo'ldi. Shu medianani uzunligi chiqadi. Xo'p, D nuqtani koordinatasi nima bo'ladi? Kesmani o'rtasini koordinatasini topish. Mos koordinatalarni qo'shib 2 ga bo'lardik. 8 ga 4 ni qo'shsam 12, 2 ga bo'lsam 6, 5 ga minus 3 ni qo'shsam 2, 2 ga bo'lsam 1. Ana. D nuqtani koordinatalari bor. Endi AD masofa deyotganimiz ashi medianaga teng. AD teng bo'ladi. Ildiz ostida 6 dan 2 ni ayirsak 4 kvadrati 16 plus 1 dan 4 ayirsak minus 3 kvadrati 9. Ana. Demak 5 bo'lar ekan. Bo'ldi. Bu ancha oson masala ekan. 13-misolga 5 degan narsa chiqyapti. Bu C varianti. 14-misol. Xo'p, uchlari A, B, C nuqtalarida bo'lgan uchburchakka tashqi chizilgan aylananing markazini koordinatalarini topishimiz kerak ekan. Xo'p, mana A, B, C uchburchak berilyapti. Uchlarning koordinatalari ham berilgan. Shunga tashqi chizilgan aylanani markazini koordinatalarini topishimiz kerak ekan. Xo'p, nima qilamiz bu yerda? Birinchi bo'lib uchburchakning tomonlarini topib ko'raylikchi. Uchburchak turini aniqlashga harakat qilib beraman. Demak, mana AC tomon uzunligi nimaga teng bo'ladi? AC tomon uzunligini topadigan bo'lsak, 4 dan 1 ayiraman, ildiz ostida 4 dan 1 ayirsak 3 kvadrati 9 plus 7 dan 6 ni ayirsam 1 kvadrati 1 da o'zi barobar ildiz ostida 10. To'g'rimi? Mana tomonning uzunligi ildiz ostida 10 ga teng ekan. Endi BC tomon uzunligini topsam, BC. Mana bunaqa modul qo'ysangiz ham, qo'ymasangiz ham bo'laveradi. BC tomon uzunligi nimaga teng? 6 dan 4 ayirsam 2 kvadrati 4 plus 7 dan 1 ayirsam 6 kvadrati 36. Demak, ildiz ostida 40 bo'lyapti. Bu tomon uzunligi ildiz ostida 40 ekan. Xo'p, AB tomon uzunligini topadigan bo'lsam, bu nimaga teng chiqadi? Ildiz ostida bu ikki nuqta orasidagi masofani topyapmiz. 6 dan 1 ayirsam 5 kvadrati 25 bo'ladi plus 1 dan buni ayirsak minus 5 kvadrati yana 25 baribir. Ildiz ostida 50 bo'lyapti. Demak, mana bu joydagi masofa ildiz ostida 50 ga teng ekan. Ana endi e'tibor beradigan bo'lsak, bu Pifagor sonlari bo'lib qoldi, to'g'rimi? Ya'ni bizga berilgan uchburchak to'g'ri burchakli uchburchak ekan. Nimaga mana? Ildiz ostida 10 bilan ildiz ostida 40 ni ikkosini kvadratlari yig'indisini olsangiz, mana uni kvadratiga teng chiqadi. To'g'rimi? Buni kvadrati 10, buniki 40 qo'shsak, ildiz ostida 50 ni kvadratiga teng chiqadi. Demak, bu to'g'ri burchakli uchburchak ekan. Mana bu joy to'g'ri burchak ekan. Endi to'g'ri burchakli uchburchakka tashqi chizilgan aylanani markazi qayerda bo'ladi? Mana shu gipotenuzasini o'rtasida bo'lardi. Shunaqa xossa bor, to'g'rimi? To'g'ri burchakli uchburchakka tashqi chizilgan aylanani markazi gipotenuzani o'rtasida bo'ladi. Bu yer bilan bu yer teng. Demak, AB kesmani o'rtasini koordinatalarini topib qo'ysak bo'ldi ekan. Demak, mana x u y desak, x nimaga teng edi? O'rtasini topadigan bo'lsam, mos koordinatalarni qo'shib 2 ga bo'lgandik. 6 ga 1 ni qo'shsam, 6 ga 1 ni qo'shdim, 2 ga bo'lsam 3,5 y barobar 1 bilan yana 1 bilan 6, bo'pti, yana 1 bilan 6 ni qo'shib 2 ga bo'lsak, bu ham 3,5 ekan. Mana, demak, markazini koordinatalari 3,5 u 3,5 ekan. Tashqi chizilgan aylanani markazini koordinatasi. Koordinatalari yig'indisi degan ekan. Koordinatalari yig'indisi, demak 3,5 3,5 ni qo'shib olsak 7 degan natija chiqadi. Xo'p, bo'ldi. Bu 15-misolga o'tamiz. Mana shu ko'rinish chizma berilyapti. X minus y topish kerak ekan mana shuni. Ya'ni mana D nuqtani koordinatalarini topib olishimiz kerak ekan birinchi. Xo'p, demak, mana bu joyda tepadagi koordinatasini yozmoqman. 6 u 1 edi ekan. Mana uning koordinatalari 6 u 1 edi ekan. Tepadagi B nuqta. Xo'p, o'rtadagi nuqta nima edi ekan? A nuqta. Demak, birinchi bo'lib mana A nuqtani koordinatalarini topib olishim kerak. Mana shu joydagi nuqtani koordinatalarini. Demak, x u y deb tursam, endi nisbatda bo'linganda, qanaqadir nisbatda bo'linganda kesma ana shu bo'lingan nuqtani koordinatasini qanaqa qilib topardik? X teng bo'ladi. Mana x bo'yicha olyapmiz. Demak, mana 4 bilan 6 bilan ishlayman. 4 ni
3k ga ko'paytmasi, 4ni 3k ga ko'paytmasi 12k plus endi mana 6ni bu yoqdagini ko'paytmasini olardik, to'g'rimi? 12k yana taqsim jami uzunlik nima endi? 5k. Xo'p, buni mavzuni boshida tushuntirdim. Birinchi testni boshida, lekin ikkinchi testni boshida ham bu qayerdan kelayotganini tushuntirdim. Formulasini qanaqa bo'lishini. O'shani bir qator ko'rsangiz yana esga tushadi. Demak, 24 taqsim 5 bo'lyapti. To'g'rimi? Bu deganimiz 4,8 bo'lar ekan. Mana x koordinatasi. Y topish uchun ham xuddi shu ish qilinadi. Y koordinatalari bo'yicha olamiz endi mana bilan buni olaman. Demak, 4 ni nariga kesmay ko'paytirib olaman. 12k plus keyin bu yoqdan 1ni bu kesmay ko'paytiraman. Qarama qarshi bunga. Ko'paytirsak 2k. Pastda doim jami bo'ladi mana 5k. Demak, 14 taqsim 5 bo'lyapti. Bu 2,8. Mana. Demak, mana bu nuqtaning koordinatalari, o'rtadagi nuqtaning koordinatalari nimaga teng ekan? 4,8 4,8 u 2,8 ga teng ekan. Ana. Endi xuddi shu ishni bunaqasiga qilishimiz kerak mana. Demak, S da kesmani 1/4 nisbatda bo'lganda 4,8 2,8 nuqta chiqar ekan, x nechi bo'lishi kerak? Yana mana shu formulaga qo'yaman. Mana 4,8 teng x bo'yicha oladigan bo'lsak, 5 ni nariga kesmaga ko'paytmasi 20a, 5 ni bu kesmaga ko'paytmasi, x ni bu kesmaga ko'paytmasi plusdan ax taqsim jami bo'ladi 5a. To'g'rimi? Mana 4,8 ni o'rniga nima yozay? 24 taqsim 5 yozay yana. Bo'ldi. Bu yerdan hozir a chiqadi, x chiqadi, bemalol, to'g'rimi? Endi keyingisi y uchun ham yozib olaylik birato'la. Mana 208 teng bo'ladi, ya'ni 14 taqsim 5 teng bo'ladi. 208 teng, mana y bo'yicha olyapmiz endi. Y bo'yicha. Xo'p, 4 ni nariga kesmaga ko'paytirganim 16a plus y ni bu kesmaga ko'paytirganim ay taqsim mahrajga yana jami 5a. Ana. Mana shu yerdan x y topsak, mana d nuqtani koordinatalari chiqadi. Tushib ketdi. Mana shu joydan xo'sh x bilan y topish kerak deyapti-to'g'rimi? A ni qasddan tashqariga chiqarib oladigan bo'lsak, mana bu joyda xullas a'lar qisqaradi, qasddan tashqariga qisqaradi. Mana bu joyda 20 plus x taqsim 5 barobar 24 taqsim 5. 5larni ham qisqartirib olsak, x nima ekan bu yerdan? X 4 ga teng ekan. Ana. Bu yerda ham a ni qasddan tashqariga chiqarib qisqartirib olsak, 16 plus y taqsim 5 teng 14 taqsim 5. Ana. 5lar ketdi. Y nechi bo'lishi kerak? 14 bo'lishi uchun y'imiz minus 2 bo'lishi kerak. Ana. Demak, d nuqtaning koordinatalari nima bo'lgan ekan? 4 u minus 2 ekan. Mana bu. Xo'p. 15-misol bu 15-misolga x minus y topishimiz kerak ekan. X minus y barobar x nima chiqdi? 4 chiqdi, minus y minus 2 chiqdi. Menga minus 2 qo'ysam 6 bo'lar ekan. Bo'ldi. 15-misolga 6 degan javobimiz C bo'ladi. 16-misol. Xo'p, uchlari ABC nuqtalarida bo'lgan uch burchakka ichki chizgining aylangan markazini koordinatalarini toping deyotgan. ABC nuqtalarini beryapti. Demak, mana bunaqa koordinatalar sistemasiga chizib oldim. Shunda osonroq bo'lar ekan. Bunga chizmasangiz, hozir to'g'ri burchakli uch burchakligini payqab olish kerak va cho'zilib ketib qoladi. Demak, mana shunday koordinatalar sistemasini chizib ko'rsak, mana C nuqta 2 u 2 nuqta, mana A nuqta 8 u 2, B nuqta 2 u 10 deb berilgan koordinatalar. Ko'rib turibmizki, to'g'ri burchakli uch burchak mana. A bilan C shunday tutashtirdik. Buni ham mana bunaqasiga tutashtirsak, buni ham tutashtirsak, mana bu joyda nima hosil bo'ladi? To'g'ri burchakli uch burchak hosil bo'ladi. Ana. Demak, mana shu to'g'ri burchakli uch burchakka ichki chizilgan aylana markazini koordinatalarni topishimiz kerak. Mana ichki aylana chizadigan bo'lsam, ichki chizilgan aylana markazi mana bu joyda bo'ladi.
tomonlari uzunliklari nechi bo'lyapti? Birinchi buni radiusini topib olaylik. Radiusi nimaga teng bo'ladi? A dan S gacha bo'lgan masofa 6 ga teng ekan. To'g'rimi? Mana 8 dan 2 gacha 6 birlik masofa borda. 2 dan 8 gacha 6 birlik. Bu yoqqa 2 dan 10 gacha 8 birlik masofa bor. Bitta katet uzunligi 6, ikkinchi katet 8 bo'lsa, gipotenuzani uzunligi nimaga teng bo'ladi? 10 bo'ladi-da. To'g'rimi? Endi bunga ichki chizilgan aylana radiusi A plus B minus C taqsim 2 edi. To'g'ri burchak uchburchakka ichki chizilgan aylanani radiusi. Demak, 8 plus 6 minus 10 taqsim 2 desak, radius nimaga teng chiqadi? 2 chiqadi. Ana. Radius 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bu yergacha bo'lgan masofa 2, pastgacha bo'lgan masofa ham 2. Endi mana bu nuqtaning koordinatalari nima bo'ladi? E'tibor bering. Mana 2 edi. 2 dan 2 birlik bu yoqqa qo'ysam, mana 4 ga to'g'ri keladi, to'g'rimi? Bu yer 2, bu yer ham 2 bo'lishi kerak. 4. 2 midi? Demak, 2 birlik tepaga ko'tarsam, mana bu joy yana 4 ga to'g'ri keladi. Bo'ldi shu. Demak, markazning koordinatalari 4 4 bo'lgan ekan. Bu 4 4. Ya'ni mana nuqtaning koordinatasini bilamiz, bo'lmasa 2 2 midi? Shundan 2 birlik bu yoqqa, 2 birlik tepaga yursangiz 4 4 ga o'tib qoladi. Endi bizdan nima so'ragan? 16 da ichki chizilgan aylana markazining koordinatalari yig'indisi. 4 plus 4 so'ragan ekan. 8 bo'ladi. Bo'ldi. 17-misolga o'tamiz. Koordinata tekisligida A nuqta mana 0 0 nuqta ekan. A nuqta 0 0 nuqta deb beryapti. Demak, o koordinata boshi bo'ladi. B nuqta 125 25 taxminan aşağıda bo'ladi. A B kesimida yotmaydigan S nuqta butun koordinataga ega. Xo'p. A B uchburchakning yuzining eng kichik qiymatini toping deyapti ekan. Mana. Xo'p, S nuqtani ham beryapti. Mana S nuqta mana A B to'g'ri chiziqda yotmas ekan. Mana S nuqta shuni ustida yotmagan qanaqadir butun koordinataga ega bo'lgan qaysidir nuqta ekan. Mandayroqlardan ama taxminan mana shu yerda bo'lsin, misol uchun. S mana shu nuqta ekan. Endi S nuqtani xohlagancha o'zgartirsangiz bo'laveradi, faqat koordinatasi butun son bo'lsa bo'ldi. Tushundingmi? Butun son bo'lsa bo'ldi. Endi nima deyapti? Mana S nuqta. Xohlagan joyga qo'yishingiz mumkin. Mana shu ABC uchburchakning yuzasini eng kichkina qiymatini topib bering deyapti. Eng kichkina qiymati qanday topamiz endi? Qarang. Mana ABC uchburchak, to'g'rimi? Hozir men tutashtirsam uchburchak hosil bo'ladi. Uchburchakning yuzasi eng kichkina bo'lishi uchun mana C dan mana chiziqgacha bo'lgan masofani eng kichkina qilib olishim kerak. Mana C dan AB gacha bo'lgan masofani qandaydir h desam, bu uchburchakning yuzasi nima bo'ladi endi? Mana bunday tutashtirib olamiz. Tutashtirib olsak, AB masofani A deb turaman. Mana A dan B gacha bo'lgan masofani A deb tursam, bu uchburchakning yuzasi 1/2 asos ko'paytirilgan h bo'ladi-da. Mana. Endi mana A ning qiymati o'zgarmaydi umuman, to'g'rimi? A bilan B nuqta orasidagi masofa bir xil turaveradi. Demak, men mana h ni iloji boricha kichkina qilishga harakat qilishim kerak. H qancha kichik bo'lsa, aslida yuza eng kichik chiqadi. Yuzani iloji boricha kichkina qiymat qilib ber degan. Yuzani eng kichik qiymatini topib ber degan. Xo'p, bizda nima bor? S ning koordinatalari butun son ekanligi bor. Mana x boshqa harf bilan belgilangan. M bilan n deylik, koordinatasini. M bilan n butun sonlar. M bilan n butun sonlar. Mana. Ikkalasi ham butun son bo'lishi kerak. Xo'p. Endi nima qilamiz? Qarang. Demak, mana h ni iloji boricha kichkina qilishga harakat qilamiz dedik. Endi mana S nuqtadan mana A gacha bo'lgan masofani qanaqa qilib topaman? Endi S nuqtadan ana to'g'ri chiziqgacha bo'lgan masofani topish formulasi bor. Nuqtadan to'g'ri chiziqgacha bo'lgan masofani topsak bo'ladi. Uning uchun mana A B nuqtadan o'tadigan to'g'ri chiziqda tuzib olishim kerak-da. Mana. Mana bu joyga formula yozaman. Mana qandaydir to'g'ri chiziq berilgan bo'lsa, to'g'ri chiziq ax plus by plus c teng 0 ko'rinishda berilgan bo'lishi kerak. Degan bitta qandaydir nuqta berilgan bo'lsin, a degan. X 0 u y 0 koordinatalar. Mana shu nuqtadan to'g'ri chiziqgacha bo'lgan masofa d desak, mana shu d ni topish formulasi bor. D barobar modulda a x 0 plus b y 0 plus c taqsim
ildiz ostida a kvadrat plus b kvadrat degan formula orqali topiladi. Tushundingizmi? Mana shu formuladan foydalanamiz. Demak, birinchi bo'lib nima qilishim kerak ekan? Mana a va b nuqtadan o'tuvchi to'g'risizlik tenglasini tuzib olishim kerak. Demak, y barobar kx plus b ko'rinishda bo'ladi. 0 u 0 nuqtadan o'tishi uchun, 0 u 0 nuqtadan o'tyaptimi to'g'ri chiziq? Mana buni bu yoqqa davom etkazib yubordik-da. Buni ham davom etkazib yubordik. Biz to'g'ri chiziq bo'lib qoldi. 0 u 0 nuqtadan o'tadi. Demak, 0 u 0 nuqtani menga qo'yib yuborsa bo'laveradi. X o'rniga 0, Y o'rniga 0 qo'ysam, B 0 chiqadi. B 0. Demak, y barobar kx ko'rinishda bo'ldi. Endi mana bu nuqtadan ham o'tadi, to'g'rimi? Y ning o'rniga 25 barobar k ko'paytirilgan x ning o'rniga 125 qo'ysak bo'ladi. Ana. Bular qisqarsa k barobar 1 taqsim 5. Demak, y barobar 1 taqsim 5 x degan to'g'ri chiziq bo'lgan ekan. Menga mana bunaqa ko'rinishi kerak deydi buni. Mana bunaqa ko'rinishi kerak. Uni qanday topaman? 5 ni bu yoqqa ko'paytiraman. 5y barobar x bo'ladi. Nari tomonga olib o'tsak, x minus 5y teng 0. Ana. Demak, to'g'ri chizig'imiz shu ekan. Mana holatda to'g'ri chiziq shu. Endi ana h deganim teng bo'ladi modulda. Mana formula orqali topamiz. Xo'p, modulda bo'ldi. Qanday bo'lar ekan? Mana koordinatani to'g'ri chiziqqa qo'yib yuborishim kerak ekan-da. Nuqtani koordinatasini to'g'ri chiziqdagi x bilan y o'rniga qo'yib yuborishim kerak ekan. Xo'p, demak, m bilan n ni mana x y o'rniga qo'yib yuborsak, n minus 5n taqsim ildiz ostida a kvadrat plus b kvadrat. Buni a'si 1. 1 bilan 5 ni kvadratlari yig'indisi ildiz ostida 26 chiqadi. Ana endi mana 100 eng kichik bo'lishi uchun h ni eng kichik qiymatini topishimiz kerak dedik. Endi mana ifodani qiymati, mana ifodani eng kichkina qiymati nima bo'ladi? E'tibor bering, mana eng kichik qiymatini topishim uchun mana uni eng kichik qiymatini topishim kerak-ku modulda. Xo'p, uni eng kichik qiymatini topishimiz uchun mana m bilan n butun son ekanligi bor bizda. Boshida shartda aytgan mana m bilan n butun son bo'ladigan bo'lsa, mana eng kamida nechini ola oladi? Xo'p, m ni o'rniga 5, n ni o'rniga 1 olsam, bunga 5, bunga 1 olsak, ayirma 0 bo'lib qoladi, lekin u 0 ni olmaymiz, chunki 0 bo'lib qoldi degan mo s nuqta a b ni ustida yotib qolyapti degan. S nuqta a b dan tashqarida deb shart bergan. Shunga ham qarashimiz kerak. Endi mana boshqa eng kichik qiymat nima bo'ladi? Qarang. M deganim butun son, n degani ham butun son. 5 ga ko'paytirsak yana butun son bo'ladi. Endi sizga savol, ikkita butun son mana ham butun son ekan. Bu ham butun son ekan. Ikkita butun sonni ayirmasini eng kichkina qiymati nima bo'ladi? Ikkita butun son ayirmasi eng kamida 1 chiqaradi-da. Mana moduli bor. Eng kamida 1 degan qiymat. Endi 0 chiqarsa bo'lmas ekan. Undan keyin 1 ni chiqara oladi-da. Bo'ldi. Yoki undan keyin 2 chiqaradi, u kichik bo'lmay qoladi endi. Bo'ldi shu. Endi mana 1 chiqarsa bo'ldi. 1 chiqarish uchun m bilan r ni o'rniga biror bir son tanlab topib olsam bo'ldi. Masalan, mana aytaylik, xo'p, n ni o'rniga 1 oladigan bo'lsam, men butun son olsam bo'ldi. N ni o'rniga 1 oladigan bo'lsam, m ni o'rniga 6 olsam bo'ldi. Mana ikkalasini ayirmasi 1 bo'ladi, eng kichik qiymat 1 chiqaveradi. Yoki bo'lmasam n ni o'rniga 2 oladigan bo'lsangiz, m ni o'rniga nima olaman? 11 olaman-da. Ana shunday ayirma 1 chiqaveradi. Bo'ldi. U 1 ga teng million xil holat qilsa bo'ladi. Endi u holatlar nechtaligi bizga qiziq emas. Bizga eng kamida 1 chiqara oladimi? Bo'ldi, chiqara olar ekan. Demak, h ni eng kichkina qiymati 1 taqsim ildiz ostida 26 bo'lar ekan. Shu holatda bo'ldi. Eng kichkina qiymat ildiz ostida 26. Shuni o'yga olib borib qo'yib olsak bo'ldi. S barobar 1 taqsim 2. Endi a deyotgani mana a bilan b nuqta orasidagi masofa nimaga teng? A deyotganimiz ildiz ostida 2 nuqta orasidagi masofaga qo'ysam, buni kvadrati. Voy, bu hozir qachon hisoblab olaman buni? Mana shuni bunday qilib yozib olaydi. 5 ni kubi 5 ni kvadrati bo'ladi. Endi buni kvadratga oshirsam 5 ni 6-darajasi bo'lar ekan, plus narigini kvadrati 5 ni 4-darajasi bo'lar ekan. Mana a deyotganim shu. Biz 2 nuqta orasidagi masofaga qo'yapmiz. Endi bu teng ildiz ostida
5 ni 4'ini chiqarib yuborsak bu yoqqa, mana endi nima qoladi? 5 ni kvadrati plus u yerda 1 qoladi. 5 ni 4'dan 625 dan 25 oldiga chiqadi. Ko'paygan ildiz bu 26 qoldi. Ana. Demak, A masofamiz ildiz 26 ekan. Endi yuzaga borib qo'yaman. 1/2. A ni o'rniga mana 25 ko'paygan ildiz 26 ko'paygan. H ni eng kichkina qiymatini oldik. 1/2 ildiz 26 bo'ldi. Tushundinglar-a? Bo'ldi. Bu bilan bu qisqarib ketadi. Demak, 25/2 12,5 degan natija chiqadi. 17-misol ham tugadi. 12,5 ekan. 18-misol ABCD kvadrat bo'lsa, uni yuzini toping deyapti ekanda. Ikkita 3'ning koordinatalarini beryapti ekan. Demak, mana A3 bilan C3'ning koordinatalari bor. Demak, mana diagonal uzunligini bemalol topib olsak bo'ladi. D. Ikki nuqta orasidagi masofani topish formulasiga qo'yib yuboraman. D. Demak, D barobar ildiz ostida -3 yoki mana 6 dan -3 ayiraylik 9 bo'ladi. Kvadrati plus 8 dan 7 ni ayiradigan bo'lsak 1 kvadrati mana shu bo'ldi. Barobar ildiz osti demak 81 82 bo'lar ekan. Xo'p, endi kvadratni yuzasini qanaqa qilib topamiz? Kvadrat yuzini topish uchun menga tomon uzunligi kerak. Bu yer A, bu yer A bo'lsa, diagonalining uzunligi ildiz osti 2 A ga teng bo'lar. To'g'ri? Ana shu ildiz osti 2 A deyotganimiz mana ildiz osti 82 ga teng bo'lib turibdi. To'g'ri? 2 ga qisqartirsak, mana 2 yoqqa bo'linadi. Mana bitta ildizda bo'lgani uchun qisqaraveradi. A barobar ildiz ostida 41 degan narsa chiqar ekan. Demak, kvadrat yuzasi A kvadrat edi. Buni kvadratga oshirib qo'ysak 41 degan narsa chiqar ekan. Bo'ldi. 19-misolga o'tamiz. A ning qanday qiymatida uchlari A, B, C nuqtalarda bo'lgan uchburchak yasash mumkin. Bo'ldi. Mana A ning qanday qiymatida mana shu uchala nuqtadan uchburchak yasash mumkin deyapti. Endi qarang. Tekstlikda berilgan ixtiyoriy 3 ta nuqtadan uchburchak yasasa bo'ladi. Faqat bitta sharti, uchalasi bitta to'g'ri chiziqda yotmasa bo'ldi. Ularni tutashtirib uchburchak hosil qilsangiz bo'laveradi. Demak, uchalasi bitta to'g'ri chiziqda yotmasligi kerak ekan. Mana A deyotganim mana nuqta bo'lsa, mana -4 -7. B deyotganim sal mandayroqda bo'lsa, B ning koordinatalari 2 1. Mana A bilan B ni tutashtirib olaman. Bitta to'g'ri chiziq qilib olaman mana. A bilan B dan o'tadigan bitta to'g'ri chiziq qilib oldim. Endi mana C deyotgan nuqtam mana shu to'g'ri chiziqning ustida yotib qolmasa bo'ldi. Tushunarlimi? Buning bir necha xil usullari bor. 3 ta nuqta bitta to'g'ri chiziqdan yotishi kerak degan shartlari ham bor yoki vektor tuzib olib ketsa ham bo'ladi. C nuqta mayda bo'lib tursin deb turib ikkita vektor tuzib, ular kollinear bo'lmasin deb chiqarsa ham bo'laveradi. Bitta osonroq yo'lini ko'ramiz endi. Ana vektor usul ham oson lekin. Hozir mana bu joyda A va B nuqtalaridan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasini tuzib olaman demak. Y barobar kx plus b. A dan ham o'tadi, B dan ham o'tadi. Demak, A nuqtadan o'tadigan bo'lsa, mana olib kelib qo'yib yuborsangiz bo'laveradi. Y o'rniga -7 barobar k o'rniga -4 qo'ysam -4k plusdan b. Mana bu nuqtadan ham o'tadi. Uni ham olib kelib to'g'ri chiziqni qo'yib yuborsak, 1 y o'rniga x o'rniga 2k plusdan b. Mana shuni tenglamalar sistemasi qilib yechib oladigan bo'lsak, mana -7 nari tomoniga yozaydi. Ular ham bo'ladi. Mana teng -7. 1 da ham bu yoqqa yozaman. Mana teng 1. Mana o'chiraman. Ana endi sistema. Bir-biridan ayirib oladigan bo'lsam, -4k dan 2k ni ayirsak -6k bo'ladi. Teng bo'lyapti. B'lar ayrilib ketdi. -7 dan 1 dan ayirsak -8. To'g'rimi? Bu yerdan k ni qiymati 4/3 ekan qisqartirsak. Bo'ldi. K ni qiymati 4/3 chiqdi. Endi b nima bo'ladi? 4/3 ni mayga olib kelib qo'ysak, 8/3 ikkinchisiga qo'yapmiz. Mana 4/3 buni o'rniga keldi. 8/3 plus b teng 1. Bu yerdan b ni qiymati nima chiqadi? Bu yoqqa o'tib ayrilsa, mana
Bu yoqqa arish bo'lib o'tdi 8 taqsim 3. Mana buni o'chirdim. Arish bo'lib o'tdi. Hisoblasak -5 taqsim 3. Demak, bu ikkala nuqtadan o'tuvchi to'g'ri tenglamasi y barobar 4 taqsim 3 x minusdan 8 taqsim 3 ekan. Ana. Endi mana bu S nuqta 4A deyotgan nuqtamiz mana shu to'g'ri chiziqda yotmasligi kerak. Qachon yotadi, qachon yotmaydi, uni qanday bilardik? Biror bir nuqtani berib, masalan, 4 nuqtani berib, mana to'g'ri chiziqda yotadimi, yotmaydimi desa, shuni x, y'larni o'rniga mana olib borib qo'yib yuborardik. Agar qanoatlantirsa, to'g'ri tenglik chiqsa ikkala tomon yotadi. Noto'g'ri tenglik chiqib qolsa, tengmas chiqib qolsa, ikki tomon mana qo'yganingizda, ikki tomon bir-biriga tengmas chiqib qolsa, demak bu nuqta bu to'g'ri chiziqda yotmaydi. Bizga xuddi shu shart S nuqta mana to'g'ri chiziqda ustida yotmasligi kerak. Endi uning uchun nima bo'lishi kerak? Mana olib kelib qo'yib yuborganimizda mana y o'rniga a, to'g'rimi? Bu x, bu y. Y o'rniga a, bu yerda x o'rniga 4 qo'yib yuborsak, 4 taqsim 3 ko'paygan 4 minus 8 taqsim 3. Shu ikkalasi bir-biriga teng bo'lmasligi kerak. Agar teng bo'lsa, S nuqta a bu to'g'ri chiziqda yotib qoladi. Teng bo'lmasa yotmaydi. Bu mana shu. Demak, a teng emas 16 taqsim 3 minus 8 taqsim 3. Ayrib olsak, a teng emas 8 taqsim 3. Mana bu. A o'rniga 8 taqsim 3 ni qo'ymasangiz bo'ldi. Qolgan liboy sonni qo'yaverasiz. Uchalasi bitta to'g'risida yotmaydi. 8 taqsim 3 ni qo'yganingizda uchovsi bitta to'g'risida yotib qoladi-da, keyin undan 3 burchak yasalolmay qoladi. Demak, a teng emas y. Qayerda adashdim endi? 8 taqsim 3 degan javob yo'q-ku. Hozir qayerdadir adashib ketdim-da, bir minut to'xtab turib. Ha, bo'ldi, topdim. Mana o'sha. B -5 taqsim 3 ekan. Nimaga 8 taqsim 3 yozdim? Kechirasizlar, bugun nimadir bo'lyapti menga. Mana shu -5 taqsim 3 ekan. Shuni agar sezgan bo'lsangiz, rosa ichingizda hozir bir nimalar deyotgan bo'lsangiz kerak. Asha 8 taqsim 3 yozib ketibman-da, nimagadir bu qo'llashlarida o'zi yozib qo'yaveradi. -5 taqsim 3 ekan, shu kechirasizlar. Endi bu yog'i ham mayli, -5 taqsim 3 bo'ladi. Bu ham -5 taqsim 3 bo'ladi. To'g'rimi? Endi ayirsak 11 taqsim 3 bo'ladi. Shu hisob kitobda nimagadir adashyapman-da men. A javob bo'lar ekan bu. Xo'p, bu narsa nima degani? A ni o'rniga 11 taqsim 3 ni qo'ymasam bo'ldi, qolgan liboy sonni qo'ysam bo'laveradi mana. 100 qo'yib yuborasizmi, 250 qo'yib yuborasizmi? Uchalasidan 3 burchak yasalaveradi. Bitta shuni qo'yganingizda yasalmay qoladi. 20-misol. A nuqta beryapti, koordinatalari k+1 bilan k-2 ekan. Shu nuqtadan O, Y o'qigacha bo'lgan masofa 5 ga teng. Xo'p, nuqtadan O, Y o'qigacha bo'lgan masofa nimaga teng bo'lardi? Mana eslataman. Aytaylik, nuqtani koordinatalari 4 u 10 bo'lsin, mana. A nuqtadan O, Y o'qigacha bo'lgan masofa, mana misol keltiryapman hozir. Bunga to'xtab turamiz. O, Y o'qigacha bo'lgan masofa 10 bo'ldi. Yo'q. O, Y o'qigacha bo'lgan masofa 4 bo'ladi. Bu nuqtadan O, X o'qigacha bo'lgan masofa 10 bo'ladi. Eslatdim bir qator. Yetib bordimi? Demak, O, Y o'qigacha bo'lgan masofa desa, X ni modulini olasiz. O, X o'qigacha bo'lgan masofa deydigan bo'lsa, unda Y ni modulini olasiz. O, Y o'qigacha bo'lgan masofa 4, O, X gacha bo'lgan masofa 10. Tushunarlimi? Demak, mana bu joyda O, Y o'qigacha bo'lgan masofa deyaptim, demak, mana uni modulini olishim kerak. K+1. Mana shu narsa O, Y o'qigacha bo'lgan masofa. Shu nimaga teng ekan? 5 ga teng ekan. Endi bizda aytayapti, shunday bo'lsa 5 ga teng bo'lsa, A nuqtadan koordinatalar boshigacha bo'lgan masofani toping deb. Xo'p. K nima bo'lishi mumkin mana bu yerda? K+1 teng 5, modulli tenglamani yechsak. K+1 teng -5 deymanmi? Bir marta 5 ga, bir marta -5 ga tenglaymiz. Bu yerdan K ni qiymati 4 bo'ladi, birinchisi. Bu yerdan ikkinchisi, nariga qo'ysa -6. Endi A nuqtani koordinatalari mana birinchi holatda A1 deb qo'yaman. 4 olib borib qo'ysam,
4'ni mayliga qo'ysak nima bo'ladi? 5 u 1/4 qo'ysak 2. Mana bu bittasi. Endi ikkinchisi -6 ni qo'ysam, mana yerda. Minus mana bunga qo'yay birinchi. -6 ni qo'yadigan bo'lsam, -5. -6 ni mana bu joyga qo'yadigan bo'lsam, -8. Ana. Ikkita variant bo'lishi mumkin ekan. K 4 bo'lganda mana bu nuqta, mana bundan ham O Y o'qigacha bo'lgan bo'lsa 5. K -6 bo'lganda ham mana bu nuqtadan ham O Y o'qigacha bo'lgan masofa 5. Mana modulni olsak 5 chiqadi. Endi shu nuqtalardan koordinata boshigacha bo'lgan masofani toping deyapti. Koordinata boshigacha bo'lgan masofa. Koordinata boshini koordinatalari nima? 0 u 0 nuqtada. 0 u 0 nuqtadan mana bungacha bo'lgan masofa D1 deyman endi. Buni alohida ishlayapman. Ildiz ostida buni o'zini kvadratlari yig'indisi bo'lib qoladimi? 0 da ayirganimiz foydasi yo'q. Buni kvadrati demak 25 plus buni kvadrati 4. Ildiz ostida 29 bu birinchi holat. Endi ikkinchi holatda D2 bu uchun topadigan bo'lsak, buni kvadrati 25, 0 da ayirganimiz foydasi yo'q. Mana ikki nuqta orasidagi masofaga qo'yyapman. Plusdan bu 64. -8 dan 0 da ayirib kvadratga qo'shsangiz 64 bo'ladi. Demak, qo'shib o'raydigan bo'lsak necha bo'ladi? 89 ekan. Ana. Bu masofa yo ildiz ostida 29 yoki ildiz ostida 89 bo'lishi mumkin ekan. Ikki xil variant bor ekan. Demak, B javobga to'g'ri kelar ekan. Ana. Xo'p, 26-paragraf koordinatalar sistemasi mavzusini tugatdik. Xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'rayman, ayniqsa mana bu joylar uchun. Xo'p, keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.